Do'sti eskisi yaxshi, lekin xotinni yengisi yaxshi. Hurmat! Ustoz kecha ustaxonaning hamma ustalar sizni qo'lingizni o'pib baroq saylashdi. Shogird hali butun shahardagi ustaxonalar meni nazoratimda bo'ladi. Kiysim degani deysan gapingga. Kiysim o'zi nima bo'lyapti? Kiysim degandi tilidan yedi. Rozi bo'lsa endi kiysimga. Tushunadingmi? Kizmini qisqartirib kiysin deganda hamma ko'chada tushunadi. Tushunmayaptilar shuni. Nusta tilingdan yeb qo'yibsan. Mashinasi ham bir o'yli, bir eski bo'lsa kerak. Olib qo'yaqa savob bo'ladi. Yili ham 15 mi? Nima devos? Mashinam yili 24. Qo'yasiz-chi, har yili 12 bo'lsa kerak buni. Ketdimi spor $100 24 yili. Bo'ldi, ketdi-da, tex pasport oling. Mana. Bu 24 emas, 2024-yil ekan-ku. Krizdan yedingizmi? Desva qiling, oling bu yoqqa $100. Mana $100 olganda, bu yoqqa tilingga qatmay yurgin. Rahmat sizga baronim, men vaziyatdan olib chiqib ketdingiz. Hay yoningni yilaga biron nima bermasang, nega yoningda bo'lishsin? Shogird, bugundan hojatxonani 10 mingdan qilib qo'ygan hammasiga. Hop. Ani qora choylar borku, yersin hammasini. Faqat ko'k joydamda. Termizlarga ham damlab tasha. Faqat ko'k choy ichsin. Nega ko'k choy, ustoz? Jinni ko'k choy ichsa qistadadimi? Kuniga 3 marta borsang 10 mingdan 30 ming, 10 tadan 300 ming bo'ladi. Lekin yana isqart baron bo'ldingiz-da, ustoz. Men seni baron deb tamomiyman. Qo'lingni ham o'pmayman. Meni chupratingsan. Baronim haddidan oshdi, bundan qasos olish kerak. Shogird, qasos qancha sovutib olinsa, yanada shirin bo'ladi. Ustani qalami sindi. Mashinam tayyor bo'lgan bo'lsa, nima yarim soatdan beri tushirib bermayapsan? Bo'la qolma, tadbirga chiqyapman. To'ki kimdir uzib qo'yibdi. Shitga faqat bitta odamda. Hozir 5 minutda tushirib beraman, aka. Men bilmayman, 5 minutda mashinam tushsa, yo'qsa sen bilan boshqachasiga gaplashamiz. Xato qildim, meni kechiring. Shit kaltini bermaysiz, yonib ketaman. Kalitni beraman, faqat bitta shartim bor. Hamma shartingizga roziman. Nima qiling? Qo'limni o'p. All singing low while I pop a bottle off of your chain swinging.